aloqa vaqtini uzaytiruvchi biror nima ham ayting debdilar. Bo'ydoqlar, bu videoni o'tkazib yoramiz, ayollar ham o'tkazib yoramiz. Bu video kerak bo'ladi faqat oilasi bor Gerakl akalarim uchun chiroyli video bo'ladi. Nima qilamiz? 20 dona mana shunday katta-katta chisnok tozalab olamiz. 2 para chisnok, kerak bo'ladi shakar va 2 stakan suv. Chisnokni yaxshilab maydalab olamiz pichoq bilan, paraxa qilib, xuddi piyozni oshga to'g'raganday qilib. Mana yaxshilab naps qilib maydalab oldik. Endi nima qilamiz? 22 para chisnokka mana shunday kichkina qoshiqchada 20 qoshiq shakar solamiz. 20 ta. 2 para chisnokka 20 ta. Mana 20 ta bo'ldi. Endi yaxshilab aralashtiramiz buni. Yaxshilab aralashtiramiz. 20 minutga qaynatamiz. 20 minut, yarim soat qaynatsangiz ham bo'ladi. Nima qilamiz? Mana shunday qilib 2 stakan suvni solamiz buni. Bismillah. 2 stakan suvni solamiz. Mana 2 stakan suv. 1 para chisnokka 1 stakan suv. 2 para chisnokka 2 stakan suv, 20 qoshiq shakar. Yaxshilab mana shunday qaynash vaqtida aralashtirib turaveramiz. 20 minut, yarim soat qaynatganingizdan keyin mana chisnoklarni olamiz, baqa sizib olamiz. Suvini o'zini bir kunda 3 mahal och qoringa. Qaysi vaqt och bo'ladi odam? Ertalab, obedda, kechqurun. 3 mahal och qoringa mana shunday kichkina qoshiqchada ichasiz. Xudo xohlasa, baraka topkurlar. Siz xo'p deng. 20 kunga bormay quvvatni o'zicha oshib ketaverganini ko'rib rahmat aytishga o'tasiz. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Million, 1,5 million, 2 million prosmotr bo'lyapti. Hech kim plus tugmasini bosib qo'ymayapti. Like kerak emas, mayli, hatto plusni bosib qo'yinglar. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Mana o'zi qaynayapti. 20 minut qaynasangiz yetadi. 20 minut qaynatasiz. Endi aralashtirib turavering. Chisnoq ta'mi polni suvga chiqishi kerak. Gerakl bratanlar, Xudo xohlasa ertalabgacha uyqu yo'q sizlarga.